Assalomu alaykum akalar. Sizlarga qiziq voqea aytaman. Kecha Toshkentga $6000 sovus oldim. Kaunusdan yuklash kerak edi. 100 kilometr Kaunusga yetib bordim Vilnusdan. Bugun yuklash kerak edi. Ertalab telefon qilib, nima gap yuklaysizlarmi? Aka erta yuklaymiz dedi. Chota yuk o'yin bo'lyapti dedimda, "Qarochi kartamga $200 tashinglar. Ertagacha kutaman. Agar ertaga ham yuklamayotgan bo'lsalar, dushanbagacha kutayotgan bo'lsam $200 ga kuyasizlar. Yo bo'lmasa umuman yuklamayotgan bo'lsalar ham kuyasizlar" deb aytdim bularga. Xo'p aka deb $200 tashab berishdi. Keyin 5 soat yotgan joyimda telefon qilib, "Aka, Vilnusdan yukimiz bor. 7,5 ming beramiz. GLONASS bilan ketasiz. 12 ta smer deyishdi." Tasavvur qiling, 12 ta smer. Vahimali emas-ku, lekin o'ziga yarasha joyi bor. Keyin xo'p mayli deb birinchi joyga yuklagani keldim. Hozir 4 tonna yuklashdi. 4 tonna yukdi. Invoice'ini o'zi 40 ming euro chiqyapti. Xullas kalom, Vilnusdamiz. Birinchi chekni yuklayapmiz, ikkinchi chekni yuklaymiz. Xudo xolasa bugun ulgursak bugun, bo'lmasam ertaga yuklaymiz. Shunaqangi bo'lib, Alloh beraman desa shunaqa ekan. 7,5 mingga Litvadan Toshkentga qarab ketyapmiz. O'ziga yarasha rasxoti bor. Buni shopirlar tushunadi. 12 ta smer plus GLONASS. Aytinglarchi, yaxshi narxmi yoki yomon narxmi? Bizda hozircha shunaqa yangiliklar. Yuklab ketyapmiz. Mashinaman ochilish kerak. Xullas 3-marta kelishim. Yo Alloh, ochil shu. Bular programmadan ruxsat berish kerak ekan chiqqani. Mana hali ruxsat bergani yo'qda. Nima deymiz endi? Yana orqaga qaytamiz. Mana shu tagida qizil bilan yongan narsa yashil bilan yonsa bo'laveradi. 4-marta kelib ko'ramiz. Kutib turdi 5 minut, 10 minutdan beri turibman, hali chiqishga ruxsat bermayapti. Va nihoyat chiqishga ruxsat berdi. Oxiri va xayr bo'lsin, ketdik. Ochib yubordi bilasizlar mana unda. O'zlari ham zerikdi-da. Endi hozir bu yerdan suramiz. Поверните направо, затем поверните налево. Направляйтесь на север, затем поверните направо. Молодец. На следующем повороте поверните направо. Navigatorlardan yoryapti. Xullas bu yerdan 30 kilometrda hozir yuklaydigan joyimiz bor. Поверните налево, затем поверните налево. Метров поверните направо. Qo'yapsizlarmi? Kelvin Clay. Xullas shunaqangi qilib yuklayapmiz. 12 xil yukimiz bor xullas. Bu kiyim-kechak bo'lsa, mana bu yerda ham kiyim-kechak. Oldida qanaqadir ximikat bor. Yetmaganiga bu nima bilmadim do'stlar, to'g'risi. Xullas shunaqa narsalar har xilidan yuklanyapti. Tonnasi yaxshi. Где-то bir 15 tonna nariroqqa chiqadi deyapti. Xudo xolasa shuni yuklab yo'lga chiqamiz do'stlar. Yarmi qoldirasa. Do'stlar, assalomu alaykum. Hech Toshkentga yuklayni shuncha dokumenti bo'lganmi? 13 ta smer. Yukni o'zini stoymisi 213 ming euro. Qolaversa, tortib ketib turgan mana shu pritsepimizni stoymisi 49 ming euro. O'xshi hisobda 250 ming euro, ya'ni 270 ming dollardan oshiq yuk bizning bo'ynimizga javobgarligi topshirilgan. Litvani Vilnus shahridan yuklaganmiz. Qani hali 20 ta smer, 30 ta smer yuklaganman deganlar. Shuncha dokument. Mazzami? Smer nima desalar, smer qisqa qilib aytganda yukni pasporti. Biz pasportimizga qachon tug'ilganmiz, qayerda yashaymiz yozib qo'ygan-ku, bu yuk pasportida ham qayerdan yuklandi, qayerga boradi, qaysi chegaradan o'tadi, kilosi qancha, summasi qancha, hammasini yozib qo'ygan bo'ladi do'stlar. Biz bugun mana 22-mart sanasida Shalchininkaga kelib turganmiz, Ochretga. 2 kunlik Ochretimiz bor ekan. Kecha keldik. Kireta hozir yana 40 soat turamiz va biz O'zbekistonga qarab yo'l olamiz. Qo'llarim ham og'rib ketdi do'stlar. Shuncha dokument. Nima deysizlar endi bunga? Assalomu alaykum. Bu videoni negativlar, meni yomon ko'radiganlar ko'rib bir maza qilsin, mayli aytishga qaror qildim. Xullas Litvadan Belorussiyaga o'tish, navbatlar, ochretlar
o'zgaribdi. 2 yildan beri Litvaga kelganim yo'qligi bilindi. 21-kuni soat 8:00 примерно kechki paytga 20:00 sanasida ochiretga kirib keldim. Nakapitelda smenasida o'tirgan ochiret yozadigan odam shunaqa bir rasvo muomalasi yo'q odam ekan. Ko'pchilik Shalchininkiga kelganlar biladi. Mashinani kirgizdirdi, nomer biron qilib keldi, ochiret biron olib keldi. Ochiret bironda 3w.lt Siena LTdan olish kerak ekan. Ochiretga kirdim. Qarasam 21-kuniga ham ochiret bor, 22ga ham ochiret bor. Bu yerda 2 kun turish kerak ekan deb eshitdim. Keyin o'zimcha 2 kundan keyinga ochiret oldim. Nomer biron bo'yicha. O'zi ochiretlar orada yana bor edi. Значит 2 kun ochiret turgan bo'lsa, kelgan yozgan ochiretimga kiradigan bo'lsam, o'shanga olaman deb 23-kuniga ochiret oldim. 23-kuni soat 17:00 dan 18:00 gacha ochiretim bor edi. Kiryapman hozir kelib turib 23 ga ochiret oldim. Nima bo'ladi endi desam, 21 ga olganlar endi chiqyapti. 20 ga olganlar to'yis. Yana 3 kun turasan deyapti-yu. Shu kelganimda agar 21-kuniga ham ochiret bor edi, 21 kelgan bo'lsam, 22 ga ham ochiret bor edi. 21 da o'ziga ham ochiret bor edi. Olib qo'ysam bo'lar ekan, lekin to'g'risi tushunmaganim orqasidan 23 ga olib qo'ydim. O'shani orqasidan yana shu yerda endi 1 kunmi, 2 kunmi hali yotadigan bo'lyapti. Chunki sababi hozirgi biron ochiret bo'yicha 20-kuni kelganlar chiqyapti. Hali endi hisoblaydigan bo'lsak, yana 2,5 sutkalik ochiret bor. Shuni shu ahmoqlar kelganimda tushuntirib, bu kirgan ochireting bo'yicha emas, birondagi ochireting bo'yicha deb tushuntirganda o'shani olardim, lekin o'zimcha aqllilik qilib shuni olib qo'yib, aqlliligim hisobiga yana chegarada общий hisobda 6 kun o'tadigan bo'lyapman-da. Nima deymiz? Endi kelib turgan, shunga ish tushib turganlarga maslahatim, sizlar buni qilib yotmanglar. Kirdilaringmi chegaraga, eng yaqin qachonga ochiret bo'layotgan bo'lsa, 20-kuni kiryapsizlarmi, 21 ga ochiret bormi, 21 ga olib qo'yinglar, yo 22 ga bormi, 22 ga olib qo'yinglar. Endi iloji yo'q, shu yerda yana 2 kun yotishga majburmiz. Negativda bir mazax qildim. Aqllilar kommentariya yozib ketishingizdan chiqarmanglar. To'g'risi shu yerda ahmoqlik qilib qo'ydim. Lekin jabrini o'zim tortaman, o'zim shu yerda turaman. Nima deymiz endi? Allohga shukr, samigilarni yaxshi joydamiz. Boshqa nima ham deylardim. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar. Bu videomiz yangi fura olmoqchi bo'lganlarga bag'ishlanadi. Fura olsam qancha foyda qoladi deb savol berayotganlarga bo'ladi. Bu videomiz uzoqroq bo'ladi. Yaxshiroq o'tirib olib, joylashib eshitishlarni sizlarga tavsiya qilaman do'stlar. O'zim sizlarga qisqa qilib aytganda 2013-yildan ustachilik boshlaganman. 2019-yildan ana 5 yil hisoblasak fura ishlatishni boshlaganman. 12 yillik tajriba asosida aytmoqchiman. Ustachilikda ko'rganlarim, keyin shopirchilikda ko'rganlarim. Sizlarga bitta narsani aytaman akalar, ko'pchilik keladi hozir bizdan yangi mashina, umuman mashina olmoqchiman, ish qanaqa bo'ladi? Qarzga olsam, variantga olsam qoplasa bo'ladimi? Pulini qoplab yuboradimi mashina so'raydi. Bu narsaga nima deb aytamiz? Birinchi ochiretda yangi kelgan odamlar, yangi shuni gap so'rab turgan odamlar o'zlari bu fura sohasiga umuman aralashmagan bo'ladi. Fura sohasini eng yomon tomoni ham shundan iboratki, bu sohaga yangi kirib kelgan odamni bu soha kechirmaydi. Ya'niki o'sha variantga olganlar bo'lsa yoki boshqalar kommentariyada yozib ketinglar. Kamida 1 yil qiynalishadi. Furani olib ishga chiqarib yuborgunlaricha. Endi keyin yana ko'pchilik so'rashadi. Bitta video qo'yganmiz.
oldindan 5000 dollar berib o'zim mashinamni olganman variantga mana 2 yilda uzib yubordim degan. Bu videomiz ko'pchilikka motivatsiya bo'ladi. Lekin bu videoda gapni ochig'i tan olaman, to'liq aytilmagan. 5000 dollardan 5000 dollar berib variantga mashina olganmiz. Lekin bu man tentovka prinsipi bilan olingan o'sha paytda. Bu videoda bo'lsa ref prinsip bilan ko'rgansizlar. Keyin u manni olgan paytimda yonida tentovka Renault mashinam ham bo'lgan. Ya'niki oldindan 5000 berganman. 65000 da o'sha oyiga 2,5 mingdan qilib ikkita mashinada ishlab yurish imkoniyati bo'lgan. Va albatta u paytlari 2022-yili ish yaxshi edi. Ikkita mashina oyiga 2,5 ming pulni bemalol topa olardi. Keyin ish pasaygandan keyin Renaultni sotib manga ref prinsip olganman. Bu ref prinsipni olganimdan keyin bitta mashina oyiga 2,5 ming pul topishiga to'g'ri kelib qolgan. Shunaqa paytlar kelgan, bu videoni ko'rib turgan o'sha mashina sotgan odamlar ham biladi yo o'zimning yaqinlarim ham biladi. Payti kelganda o'sha 2,5 ming dollar pulni refda Yevropaga qatnab turib topolmay qolgan joylarim ham bo'lgan. Endi topolmay qolgan joyim nimada? Ko'pchilik o'ylashlari mumkin, mashinaga balon qo'yish kerak bo'lib qoladi. Payti keladi, motori ustunga berib qoladi yo boshqa bir katta chiqimlar chiqib qolgan paytda shu narsani to'lolmay qolgan paytim bo'lgan. Endi sizlarga hozir qisqa qilib mashinani olib ishlatish tartibini tushuntiraman. Avvalambor siz texnikaga tushunmayapsizmi, o'zingiz minishni bilmayapsizmi, sizga yaxshi shofyor kerak bo'ladi. Avvalambor bu yaxshi shofyor bo'lsa, eng katta problema bu topish. Sababi nimaga? Bir xilga shofyorlarimiz bor, yaxshi shofyor zo'r ishlaydi, egasi ham o'zi ham baraka topadi. Bir xilga shofyorlarimiz bor, faqat o'zi baraka topadi, mashinaning egasiga hech bir qolish qiziq emas. Sizlarga oddiy va qisqa qilib tushuntirganda, hozirgi kunda o'rtacha mana bugun 24 bo'lyapmiz, chislamiz 24 mart 25-yil bo'lib turgan bo'lsa, Moskvaga qarab 1200-1300 dollar bilan kelishyapti. Moskvadan obratni 3000 bilan primerni qaytishyapti. 4300 pul bo'lyapti. O'shandan 2000-2300 shofyorning hisobiga qarab rasxod bo'ladigan bo'lsa, bordi keldisi misol uchun 2000-2300 dollar foyda qolyapti. Shofyorlarga keladigan bo'lsak, Moskvaga 600-700 dollar olib turgan bo'lsa, misol uchun o'zim eshitganimda aytaman sizlarga, mashinaning egasiga 1,5 ming, 1600 dollar foyda qoladi. U 1,5 ming, 1600 dollar pul agar o'sha reys mashinangiz yaxshi borib kelsa, balon otmasa, mayda-chuyda chiqim chiqmasa, o'sha pul qoladi. Endi hisoblaymiz. Misol uchun qancha vaqt ketadi? Moskvaga 3 oyda yo 2 oyda 3 reys qilsa bo'ladi. Ya'niki 2 oyda 3 reys borib kelsa, 1,5 mingdan qolsa 4,5 ming pul ishlaydi mashina. Hozirlar hisoblaysizlarda, demak, oyiga 2 mingdan pul topar ekan mashina. 1 yilda 24 ming pul topadi deb o'ylaysizlar. Lekin unaqa emas akalar. 1 yilda vaqt kelsa borib keladi. Yillik foydasini hisoblaydigan bo'lsa 10 marta borib kelar. Ana nari borsa, zo'r ishlab yaqinroqqa borsa 15 marta borib kelar. Yillik foyda hisoblaydigan bo'lsak, o'rtacha bitta mashina yiliga Rossiyaga qatnagan holatda 20 ming pul topsa, 1 yilda o'rtacha o'sha mashinani 3000 nimasi ham bo'ladi. Rasxodi ham. Chunki siz baribir salondan yangi mashina olmayapsiz. Reysga borib kelgandan keyin bo'lmadi deganda 100-200 dollarlik mayda chiqimlari bor. Endi bu mashina yiliga 17 ming topadigan mashina, misol uchun 40 minglik mashina ham bo'lishi mumkin, 50 minglik mashina ham bo'lishi mumkin. Balki undan qimmat mashina ham bo'lishi mumkin. Sizlarga hozir biz Yevropada yurganimiz, narxlarni aytib turganimiz hammalarga qiziq tuyulyapti, lekin
Buni o'ziga yarasha rasxoti bor. Keyin o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Xo'p, ana premiumdan yiliga bitta mashina 20 ming pul topsa deb hisoblaylik. Sizlar variantga olaman deyapsizlar. Birinchi ochretda 50 minglik mashinani variantga olsalaring, misol uchun 2 yilga eng arzon insof bilan bergani 70 mingga beradi. 20 ming pul oldindan bersalaring, sizlarga 2 yilga 50 ming pul qoladi. 50 ming pul qolyaptimi? Bu degani oyiga 2000 dollardan pul tushyapti. Sizga shopir minib borib kelsa, oyiga 1,5 ming foyda keltirib turgan mashina, agar u ham keltirsa, qanday qilib oyiga 2 minglik variantni uzishi mumkin? Variantga fura olishni kimga tavsiya qilaman? U tavsiya qilish ham shart emas o'zi odamlarga. Bitta mashinasi bor, qarzini uzib olgan, oyiga stabil 1,5 ming pul ishlab turibdi. Ikkinchi mashinani olsa, ikkita mashina oyiga 3 ming pul ishlaydi. Undan 1000 dollar ortib qolsa, ro'zg'origa keyin shu ikkita mashinani rasxotiga oylik o'zini nimalari bor, o'shanga ishlatsa bo'ladi. Endi sizlar tushundilaring deb o'ylayman. Xo'p, Rossiya bo'lmasa Turkiyachi. Turkiya ham juda maqtaydigan emas. Turkiyaga sezonda 4 reys, 5 reys bir oyda borib kelsangiz, qish kunida 2 oy, 3 oylar vaqtingiz ketadi. Yevropa desalar, mana Yevropaga hisoblaydigan bo'lsak, oddiy misol, mana shu bugun holatiga uydan chiqqanimga 24 kun bo'ldi, hali 10 kunda yetib borsam ham o'rtacha 1 oy. Uyga borib yana qaytib ishga chiqqanimcha 40 kun vaqt ketadi. Yevropa masalasida tentovkaga hisoblaydigan bo'lsak, hozirgi kunda 2000 ga yuk olishyapti Litvaga, qaytishga 5,5 mingga kelib ketishyapti. Bordi keldi 7,5 ming. Примерно 4 ming rasxot qilinadigan bo'lsa, 3,5 ming pul qolyapti. 1000 shofer olsa, egasini o'ziga 2,5 ming pul qolyapti. Shuning uchun bizda ko'pchilik Yevropaga bir oyda bir reys qilgandan ko'ra Rossiyaga reys qilsam o'sha foyda qolar ekan deb Rossiyaga chiqishadi. Bir tomondan to'g'ri ham qilishadi. Yevropani nimasi yaxshi? Mashinangiz zavoddan chiqqan hamma narsasiga qarab yurasiz. Rossiyaga qatnagan mashinadan ko'ra qarov Yevropadagi mashinaga yaxshi bo'ladi. Misol uchun 2,5 ming pulni Rossiyani mashinasi o'rtacha 16 ming, 15 ming yurganda topsa, siz 10 ming yurganda topasiz, probegingiz kamroq bo'ladi. Yevropani shu tomoni yaxshi. Hozir sizlar ko'pchilik kelyapti, variantga olaman, mashinaga ish boshlayman yoki ko'pchilik chiqadi aka 50 ming dollar naqd pulim bor, fura olmoqchiman, nima maslahat berasiz? Sizlarga fura olmanglar demayman. Furani qiyinchiligiga tayyor bo'lsalaring, keyin olinglar deb maslahat beraman. Yo bo'lmasam eng oson sizlarga sodda maslahatim, furadan ko'pchilik yurishimizga qiziqasizlar, qiyinchilikni bilmaysizlar-da. Qo'shnilaringdanmi, qarindoshlaringdanmi, yon atrofdagi o'rtoqlaringdanmi fura bormi? O'sha mashina bilan bir reys emas, 2 reys, 3 reys yonida billa yurib ko'ring. Shu hayot sizga yoqadimi? Qolib turgan foydani o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rasiz. Shu foyda sizga qoplaydimi? Dalshi ishlab ketishga ko'zingiz yetsagina keyin fura olishingizni tavsiya qilaman. Ko'pchilik keyin shogird masalasini so'rashadi bizdan. Biz Yevropaga qatnaymiz, shogirdimizni Yevropaga kirish uchun vizasi bo'lish kerak. Hozir viza olish eng katta muammo bo'lib turibdi. Bizga o'xshagan Y pravasi bo'lish kerak, chip kartasi bo'lish kerak. Bu narsasi yo'q odamni yoki faqat pravasi bor yoki faqat zagran pasporti bor odamni biz yonimizda olib yura olmaymiz. Yonimizda olib yurgan taqdirimizda ham qanaqa bo'ladi? Belorussiyaga keladi yo Rossiyaga keladi, Yevropaga vizasi yo'q. Mana Yevropaga kirib ketganimga bugun 10 kun bo'ldi. 10 kun mashinani ichida yashab yursam, u odam 10 kun Belarusiyada yo Rossiyada bironta mehmonxonada turish kerak. Olib yuradigan bo'lsa, buni 10 kunlik mehmonxonasi, plus yeb ichishi, rasxotlari kimdan bo'ladi? Albatta mendan bo'ladi. Keyin misol uchun hali o'zimiz yoshmiz. Bunaqa oldimda sherik olib yurish, to'g'risi, birinchidan har xil odam bor. Kimgadir kishi bo'lib yoqadi. Ko'pchiliklarning guvohlaring bo'lasizlar, daji mashinada bitta o'zim yurganim yetmaganda, yo'lda ham iloji boricha bitta o'zim yurishga harakat qilaman.
Buni ham o'ziga yarasha sabablari bor. 3 kishi, 4 kishi bo'lib yurishdi. Unchalik yoqtirmayman. Shogird olaman deb turgan ukalar ham sizlarga maslahatim, shogird tushmoqchimisizlar, furani o'rganmoqchimisizlar, avvalambor O'zbekiston ichida yurgan odamdan furani o'rganib, furani minishni, pravaleni, dokumentlarni tayyor qilgandan keyin bizga o'xshagan odamga aytsalaring, sherik qilib o'zi bilan birga olib ketadi. Qanaqa siz boshqa mashina minasiz, biz boshqa mashina minamiz, biz orqamizdan kelib dokumentlarni tushunib o'rganib olsalar ham bo'ladi. Bizda bitta shu narsa borki, o'zbeklarimizda qo'shni shu ishni qilgan bo'lsa, siz ham qilishingiz kerak yoki palonchi shu ishni qilgan bo'lsa, siz ham qilishingiz kerak. Bitta narsani eslangdan chiqarmanglar akalar. Shu qo'llaringda kimi 20 ming, kimi 30 ming, kimi 50 ming pul borda, kimni qo'lida? O'sha odam fura olishdan o'ylanglar, shu pulni yiqqincha nima ish qildilaring. Sizlar demak bitta ishda do'ndirib, ustidan chiqib, fura oladigan sostoyaniyaga keldilarmi? Demak sizlarga eng yaxshi ish fura emas. O'sha qilib turgan ishlaring. Faqat o'zlaringning ishlaringga investitsiya kiritsalaring, shundagina sizlar o'ylagan yaxshi foyda qolishi mumkin. Shuni eslangdan chiqarmanglar. Kim qo'lida 15 ming, 20 ming puli bor, fura sohasiga aralashmagan, fura olmoqchi bo'lgan akalarga maslahatim, olmanglar. O'sha aytganimdek, 50 minglik mashinani kamida 70 mingga olasiz. Oyiga 2 mingdan kamida to'lov chiqadi. Fura oyiga 1,5 mingdan topib tursa, bu ishda faktiski iloji yo'q hozirgi kunda. Men shu bugungacha bo'lgan, shu bugungacha ko'rganlarimni gapiryapman. Hech kim sizga garantiya bermaydi, 50 mingga olgan mashinangiz xoh Volvo bo'ladimi, xoh MAN bo'ladimi, xoh DAF bo'ladimi, buzilmasligiga. Motori ketmasa, korobkasi ketadi. Korobkasi ketmasa, zatning mosti ketadi. Urlari zo'r bo'lsa, bir kun balon akkumulyator ketadi. Bu narsalar arzon narsa emas akalar. Shuning uchun mana shu videoni yaxshilab ko'ringlar, e'tibor berib, yangi fura olmoqchi bo'lgan do'stlaringga обязательно yuborib qo'yinglar. Kommentariyada o'zlaringizning fikrlaringizni qoldiringlar do'stlar. Fura biznesi nimani hisobidan o'lyapti? Mana shu fura sohasiga tushunmagan, yangi kirib kelganlarning orqasidan o'lyapti fura biznesi. Hech kimga omad demayman yoki hech kimga fura ol demayman. Fura olgan odam 1 yil pul topmaslikka tayyor bo'lib, shunga duxlaring yetsa, shunga aqllaring yetsa, sharoitlaring shuni ko'tarsa olinglar. 1 yil qiynalasizlar, biz ham qiynalganmiz. Keyin hammasi o'rniga tushib ketadi. Lekin o'sha 1 yil o'tib olishi eng nozik davr. Ko'pchilik chiqadi, kreditga fura olaman. Olinglar kreditga. Bu furani avvalambor ishi tayin bo'lmagandan keyin, kreditga olishda o'zi ahmoqlik. Yana bir bor aytaman, furani kim olsa bo'ladi, kreditga variantga bitta mashinasi bor, qarzi uzilgan, qolaversa ikkita mashina qilib turib, ishlatib uzishga aqli yetgan odam olsa bo'ladi. Yangilarga buni umuman tavsiya bermayman. Furaga ishni qayerdan topaman desalaring, bo'pti oldilaring, furaga ishni qayerdan topaman desalaring, Telegramda yaqin 100 ta shopirlari gruppasi bor. Endi bu gruppada qo'pol qilib aytganda eng oxirgi tugagan yuklar chiqadi. Misol uchun primoy klient 3000 berib turgan bo'lsa, siz 2,5 ming topasiz gruppadan. O'shani ham gaplashib, bir marta, ikki marta borib klient qilib olsangiz, keyin ishingiz o'rniga tushib ketadi. Bu Telegramdagi gruppaga kiryapti hozir ko'pchilik, qarasa hamma joydan yuklar chiqyapti, demak fura olsam ish zo'r bo'lar ekan. Yo'q, unaqa emas. Furani olgandan keyin o'ziga yarasha rasxoti, o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'ladi. Yo bo'lmasam yangi fura olmoqchi bo'lib, shunga tayyorlanib turganlarga maslahatim o'sha aytganimdek, 2 3 furasi bor o'rtog'ingiz, tanishingiz bilan birga borib kelib, foyda rasxotni ko'rib, shu mashinani o'zingiz minib ishlab ketishga aqlingiz yetadimi? Keyin oling. Internetda ko'rgan hamma narsalarga ishonmanglar. Biz misol uchun Toshkentga 7,5 mingga yuk olgan bo'lsak, dollarda misol uchun 13 ta, 14 ta smer bo'lyapti.
ikkilanasiga $300 rasxoti bor. Chegarada dasmotorga tushmaslik xavfi bor. Lekin dasmotorda pulga tushgan taqdirimizda ham klient bizga pulni to'laydi. Oddiy bitta yuk olgan mashina chegaradan 15 soatda chiqib ketsa, biz vaqt kelsa 30 soatlab qolishimiz mumkin. Shunga yarasha qilib biz yuk olganmiz. Bu yukni ham postoyanniy har doim bo'lishiga hech kim garantiya bermaydi. Furachilik shunaqa, tavakkalchilik. Tavakkalga tayyor bo'lsalaring, bu fura jangiga tayyor bo'lsalaring, qo'pol qilib aytganda, bu jang bu. Chiqsalaring, olsalaring bo'ladi. Tayyor emasmisizlar? O'sha furaga yiqqan pulni nima ishdan yiqqanlaringni eslanglar yaxshilab, o'sha ishni gazini bosinglar akalar. Yana bitta sizlarga maslahat aytaman. Mana misol uchun bo'lgan voqea bu. O'zbekistonning qayerdanligini ham aytmayman, ismini ham aytmayman. Bitta aka telefon qilishyapti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salom alaykum qildik. Aka bitta fura oldim variantga. Xo'p, nima xizmat bizga? 2016 ga 16-yil dafti bitta hoji aka 65 mingga olishdi va 1 yilga 85 mingga menga sotishdi. $20,000 pulim bor edi. Uyimni sotdim. 20 mingga uyni sotib, 20 mingni berib o'sha mashina olishgan akamiz. Yana eng qizig'i 1 yilga 20 mingni hoji akaga berishdi. 65 ming qarzlari qoldi. Hisoblasalaring 1 oyga $5,600 danmi tushyapti. Bu bitta mashinalari bor xolos. U akamiz $5,600 dan 1 oy 2 oy berishgan, mashinaning rasxotlari kelgan. Mashinaga aytishlar bo'yicha 1 yilda $15,000 sarflagan. U hoji akaga 1 yilda $15,000 pul berishgan. 1 yildan keyin hoji aka u mashinani olib qo'yishyapti. Tushunyapsizlarmi buni? 20 ming uyni sotib beryapti. 15 ming ishlab beryapti, yana 15 ming mashinaga sarflayapti. Keyin yetmaganiga hoji aka mashinani olib qo'yapti. 1 yildan keyin. Agar diniy tomonlama nima qiladigan bo'lsak, hoji aka bu yerda to'g'ri ish qilgan. Chunki sababi 1 yilda bu odam yopib bera olmadi mashinaning narxini. Ishlagan pulini ham bera olmadi. Bu bir. Ikkinchi tomondan u odamga achinasan, ham $15,000 mashinaga pul sarflab, ham shuncha pulga kuyganini, pastda $50,000 pulga 1 yilda kuyganiga achinasan. Xo'p, so'rayapman aka, bu akaga bu odamdan olishdan oldin siz qaysi nimaga ishonib oyiga $6,000 pulga xo'p deb yo $5,500 pulni bo'yningizga oldingiz? Aka, qarindoshlarim Xitoyga qatnardi. Foyda yaxshi bo'lib turadi, o'sha paytda ol degani uchun oldim. Xo'p, endi qarindoshlaringiz turib berdimi shu paytda? Yo'q, turib bermadi. Shuning uchun xulosani o'zlaring chiqaringlar mana shu gaplardan. Variantga fura olmoqchi bo'lib turganlar 100 marta o'ylab, 100 marta hisob-kitob qilib, keyin fura olinglar. Qiynalganlaringda qarindosh urug'dan ham, do'stu yordan ham foyda kelmay qoladi. Faqat ota-onangiz duo qilib eplab ketasan deyiladi xolos. Qiynaladigan sizmi? Shuning uchun maslahatni hech kimdan olmasdan o'zingiz o'ylab ko'rib, sharoitingizni qilib oling. Bu internetdagi hamma narsaga ishonmanglar do'stlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska, kommentariyada fikrlarni qoldirib, o'sha qo'lida 15 ming puli bor, fura olaman deb turgan o'rtoqlaringga jo'natib qo'yinglar. Gap yo'q. Do'stlar, va nihoyat 5 soat qoldi. Nimaga 5 soat qoldi? O'zbekiston va Eron uchrashuviga. Bugun kirishimiz noma'lum chegaraga. Shuning uchun sizlarga shuni aytamanki, bugun premyo efir qilaman. O'zbekiston va Eron uchrashuvi boshlanganida premyoda kesalaring birgalikda futbol ko'ramiz do'stlar. O'zbekiston olg'a, jahon chempionatiga bir qadam qoldi. Inshaalloh chetda turib sizlarga va'da beraman. O'zbekiston agar jahon chempionatiga chiqadigan bo'lsa, Amerikaga borib bo'lsa ham muxlislik qilaman do'stlar. Hozircha biz Litvani Shalchininka granitsasini Nakapitelda turibmiz. Endi inshaalloh nasib qilsa ertagalikka o'tib qolamiz. Premyo efir O'zbekiston vaqti bilan 20:50 da boshlanadi.
21:00 da do'stlar futbolda birgalikda ko'ramiz va jamoamizni qo'llab-quvvatlaymiz.